Bu bolani pulini to'lashga hamma majbur. Mana aliment to'laydiganlarni 90% qayta uylangan, shundaymi? Keyingi xotini bor, bolasi ham bor. Endi savol. Birinchi xotiningga bolangni pulini bermaysan. Siz ham uylangansizmi? Keyingi xotiningizdan farzandlaringiz bormi? Endi o'ylab ko'ring. Ertalab farzandingiz turdida, "Dada, ovqat yeyman. Bugun maktabga tufli olib begin, kitob olib begin" desa, pulim yo'q deysizmi? Borasiz, mardiyor bo'lsa ham kunlik bir 300 ming, 400 ming topib kelib, shu bolam oyoqlardan ketmasin, kechqurun ovqat yeysin deb qilasiz, to'g'rimi? Tasavvur qilib ko'ringlar endi. O ajralib ketgan oilang bilan, xo'p, mayli oilada bo'ladi, oilang bilan kelishmabsan, xotining bilan ajralishibsan. Undagi bola ham o'sha bola-ku. Bo'ldi, ajralma, xotinim boqadi deyish qaysi vijdonga to'g'ri keladi? Shu sudyaga o'xshagan sudyalar ko'paysin yurtimizda deganlardan bitta lay.